taqdir emas. 18 yoshga to'lganimizda, turmush qurganimizda, yaxshi ish topib, birinchi bor, ikkinchi bor farzandli bo'lganimizda, ana endi hayotim yaxshilanib ketadi deb o'ylaymiz. Farzandlarimiz sekin katta bo'layotgani uchun o'zimizni charchagan his qilamiz. Ular kattaroq bo'lsa, baxtliroq bo'laman deb o'ylaymiz. Ular anchagina mustaqil bo'lib qolganida, o'tish davri, o'smirlik davriga kirganida ular bilan til topishish qiyin deya shikoyat qilamiz. Va bu bosqichdan o'tsa, hayot osonlashib ketishini kutamiz. Keyin esa nihoyat kattaroq uy va yaxshiroq mashina sotib olsak, ta'tilga dam olishga bora olsak, nafaqaga chiqsak, hayotimiz yaxshilanadi deymiz. Haqiqat shundaki, odam o'zini baxtli his qilishi uchun doim keyinni, ertani, muammosi hal bo'lishini kutib yashaydi. Aslida esa eng qulay va yaxshi vaqtning o'zi yo'q. Go'yoki hademay biz kutayotgan haqiqiy hayot boshlanadi. Vaqt va ongimiz bizni shunday deya chalg'itadi, aldaydi. Doim go'yo bitta hal qilinmagan ish, to'lanmagan birgina qarz baxtli kunimizga to'sqinlik qilayotgandek. Hozir shu masalani hal qilsam, haqiqiy hayot boshlanadi deb o'ylaymiz. Agar diqqat qilsak, bu muammolarning cheki yo'qligini ko'ramiz. Aslida hayot shu muammolardan tashkil topganini, haqiqat shu ekanini tushunish kerak xolos. Bu esa baxt sari yo'l yo'qligini, baxtning o'zi yo'l ekanini tushunishga yordam beradi. Biz har bir lahzaning qadriga yetishimiz kerak. Ayniqsa, uni biror qadrli inson bilan baham ko'rganimizda va vaqt hech kimni kutib turmasligini yodda tutishimiz ham kerak. Baxtli bo'lish uchun maktab tugashini yoki universitet boshlanishini, 5 kilogramm ozishingizni, farzandlaringiz tug'ilishi yoki katta bo'lishini, maktabga chiqishini, uylanishini, yangi yilni, bahorni, kuzni yoki qishni, keyingi juma, shanba va yakshanbani kutmang. Baxtli bo'lish uchun so'nggi kuningizni kutmang. Baxt bu taqdir emas, balki yo'ldir. Xuddi pulga ehtiyojingiz yo'qdek ishlashni boshlang. Hech kimdan jabr ko'rmagandek seving. Kamchiliklarni tabiiy qabul qilib hayotdan zavqlanishni boshlang. Hech kim ko'rmayotgandek raqsga tushing. Kuling, shunchaki baland ovozda yashashni boshlang. Baxt bu